Qozog'iston lolaning vatani hisoblanadi. Bu hammaga ma'lum va tan olingan fakt. Men hamisha yovvoyi lolani o'z ko'zim bilan ko'rishni orzu qilardim. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab o'stiriladigan madaniy lola turlaridan aksariyatining bobokaloni Markaziy Osiyo, xususan hozirgi Qozog'iston hududi sanaladi. Bu tabiatning haqiqiy sovg'asi. Kunlarning birida yilqiboqar tog'da ko'zni qamashtiradigan oq lolani ko'rib qoladi. Gul o'zining chiroyi bilan uni shu qadar o'ziga mahliyo qiladiki, uni uzib ayoliga hadya qilishni o'ylaydi. Ammo shu payt nimadir toychoqni hurkitib yuboradi va u qochadi. Yilqiboqar uning ortidan tashlanadi. Toyni quvib, gulni ham, qalpog'ini ham yo'qotib qo'yadi. Uyga esa bo'sh qo'l bilan qaytadi. Biroz vaqt o'tib, noma'lum bir dardga chalinadi. Tabiiy bu hakimlar unga yordam bera olmaydi. Kundan kunga bemor bir paytlari o'zi uzib olgan gulga o'xshab so'nib boradi. Tez orada dunyodan ko'z yumadi ham. Ko'hna e'tiqodga ko'ra, dasht lolasini uzib bo'lmaydi, chunki bu oddiy gul emas, balki dasht ruhidir. Men dunyoning ko'plab davlatlarida bo'ldim, ammo bunday go'zallikni ilgari ko'rmaganman. Juda g'aroyib. Bu yerga kelganimdan mamnunman. Qanday chiroyli lolalar, qizlaringizga o'xshaydi. Rahmat, rahmat. Qizg'aldoq guli bu bizning Menimcha lola kichkina qizaloqqa o'xshaydi. Urug' yerga tushadi. Gul paydo bo'lishidan oldin oradan 15-16 yil vaqt o'tadi. Qizaloqlar ham shunday o'sadi. Yerga tushadi. Сөйтіп, ол осылай гүл болып шыққанша 15-16 жыл өтеді. Asta-sekin ulg'ayadi, ochiladi va 16-17 yoshga borib, gulga o'xshab chiroyli bo'lib ketadi. Құлпырып, гүл сияқты өседі ғой. Lolani dashtning yosh go'zaliga taqqoslashlari tasodif emas. Bir necha yil yer ostida yashaydi, o'zini sezdirmaydi. Ammo bir bahor kelganida gul ochiladi. Qisqa vaqt ichida dashtni ranglar dengiziga g'arq qiladi. Aynan shuning uchun ham lola o'tkinchi go'zallik ramziga aylangan. Lola qozoq zaminida bundan 10 millioncha yil ilgari paydo bo'lgan. Bu oranjereyaning erkatoy qizi emas, balki dashtning chinakam xazinasi. Qiziqarli fakt: tabiatda ko'k lola bo'lmaydi. Sababi shundaki, bu o'simlik havorang tus uchun javobgar bo'lgan pigment ishlab chiqarmaydi. Тюльпаны имеют разную цветовую окраску. От белого и также вот Lolaning rang tusi turfaligi bilan ajralib turadi. Shrenka lolasi oq bo'ladi, shuningdek qoramtir tusda, binafsha rang, jigar rang va qizil ham bo'ladi. Bordoviy, krasniy. Boshqa ko'plab turlari qizil rang tuslari bilan ma'lum va mashhur. Ular orasida Grek lolasi, Zinaida lolasi bor. Gulning ko'pgina turlari ularni aniqlagan, tavsiflagan olimlar va tadqiqotchilar sharafiga atalgan. И в честь того, кто впервые нашел их. Asosiy gullash davri erta bahorga to'g'ri keladi. Qozog'istonning janubiy viloyatlarida bu aprel oyi o'rtalari yoki oxiri, shuningdek mayning boshi. Mazkur davrda dasht qip-qizil gilam bilan qoplanganday bo'ladi va butunlay qiyofasini o'zgartiradi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida aynan Qozog'istonda lolaning eng ko'p turlari o'sadi. Bu yerda 40 dan oshiq turi qayd etilgan. Olimlar yangi turlarni kashf qilish va tavsiflashda davom etmoqda. Bu gulga qiziqish so'nmaydi. Qozog'istonga turli davlatlardan, jumladan Niderlandiyadan ham tadqiqotchilar keladi. Borgan sari ko'proq sayyohlar yovvoyi lolani o'z ko'zi bilan ko'rishga intilmoqda. Hozir sol qizg'aldoqqa Hozir o'zingiz ko'rasiz. Ko'rasizlar.
Bu yerga kelishim bilan mazkur joy haqidagi tasavvurim butkul o'zgardi. Bu yerda juda chiroyli. Menda mahalliy madaniyat, milliy oshxona va Qozog'iston tabiati katta taassurot uyg'otdi. Bu yerda bo'lganimdan juda mamnunman. Bizga turistlar bir necha Bu yerga turli davlatlardan sayyohlar keladi. Xitoy, Angliya, Germaniyadan mehmonlar keladi. Qo'shnilarimiz Qirg'iziston va O'zbekistondan ham ko'p odam keladi. har qachonda biz janimizda qo'yadilar. Bu yerga har xil davlatlardan ko'plab sayyohlar keladi. Mana, siz ham mehmon bo'lib keldingiz. Aytingchi, bu joy sizga yoqdimi? Manzur bo'ldimi? Yana kelishni istarmidingiz? Eng avvalo bu hayratomuz joy. Bu safarga qadar u haqida hech narsani bilmasdim. Bundayini ko'raman deb o'ylamagandim. Ammo o'z ko'zim bilan bu go'zallikni ko'rganimda chinakamiga hayratda qoldim. Hozirgacha kuchli taassurot ostidaman. Definitely I'm gonna come back. I'm really enjoying it. Fransiyadan tanishlarimiz keldi. Bizga Fransiya, Gollandiya, Angliya, Germaniyadan tanishlarimiz kelishdi. O'tgan yili Qizg'aldoq Murati festivali bo'lib o'tganida mehmonlar bundan-da ko'p edi. Germaniyadan, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiyadan kelishdi. Germaniyadan, Xitoydan, Qirg'izistondan, Rossiyadan o'ta ko'p keldi. I'm second time on this festival. Men bu festivalga ikkinchi marta kelishim. O'tgan yili ham taklif qilishgandi. Bu hayratlanarli maskan. Menga bu yerda bo'lish, atrof tabiatdan bahra olish yoqadi. Lekin men uchun eng muhimi tog'da o'sadigan yovvoyi lolani ko'rish. I'm really enjoying this place. Menga bu joy juda yoqadi. Bunday gullar, bunday ko'rkam manzaralarni umrimda ilk marotaba ko'rishim. Butun atrof ko'zni quvnatadi. Umid qilamanki, endilikda bu yerga har yili kelamiz. Thank you so much. Практически во всех областях Казахстана произрастают тюльпаны. И действительно это... Aslida Qozog'istonning barcha viloyatlarida lola o'sadi. Darhaqiqat bu tabiat uyg'onishining milliy timsoli. Odamlar go'zallikni ko'rishni istaydi. Hamma bahorni kutadi. Bu lola paydo bo'lishi bilan bog'liq. Все ждут весну, и пробуждение природы именно тесно связано с появлением тюльпанов. Qizg'aldoqqa suyispenchilik degan bizning balalik chog'imizdan. Lolaga muhabbat bizda bolalikdan mavjud. Bog'chaga, maktabga qatnaganimizda har doim o'lkamiz gullaridan zavqlanardik. Har bir gulni, o't-o'lanni bilardik. Tabiatga, gullarga, dasht o't-o'lanlariga bo'lgan ayricha sevgi bolalikdanoq qalbimizda saqlanib qolgan. Yerga degan muhabbat, tılsым tabiatga degan muhabbat bizde сол жастық балалық шақтан көкейімізде, жүрегімізде сақталды. Көп жылдар сыртта жүрдік. Biz әрқашанда қайда болсақ та ауылды сағынып жүретінбіз. Endi Zenitga chiqqandan keyin ko'p yillar ona qishlog'imizdan uzoqda yashadik, lekin qayerda bo'lmaylik doim uni sog'inardik. Nafaqaga chiqqach bu yog'iga nima qilishni o'ylay boshladik. Rafiqam bilan uyga qaytish, toza havoda yashash, yaqinlar yonida bo'lishga qaror qildik. Keyin o'ylab qoldik, nima uchun bizning tog' lolamizni shunday go'zallikni hamma ko'rmasligi kerak? Nima uchun uni boshqalarga ko'rsatmaslik kerak? Shu tariqa lola biz uchun hayotiy faoliyatga aylandi. Endi aynan shu yo'nalishda ishlayapmiz. Nega ularga ko'rsata olmaymiz degan maqsadda o'sha Qizg'aldoqni oldimizga maqsad etib qo'yib, o'sha vaqtda жұмыс істеп жатырмыз ғой endi. Ішімізде бір өзгеріс болды шынын айтқанда. Қалада жүргенде басқашада, ауылға келгенде ішімізде өте терең өзгеріс болды. Ochig'ini aytganda o'zimiz ham o'zgardik. Shaharda hayot bir narsa, qishloqqa qaytganimizda butunlay boshqa holatni his qildik. Juda chuqur o'zgarishlar. Avvaliga glamping ochmoqchi bo'ldik, lekin biz nafaqadamiz. Bunday loyiha uchun mablag' kerak edi. Grant olishni o'ylagandik, ammo o'sha paytda turizm bu dasturga kirmasdi. Salgan ish-sharaning ishinde turizm yo'q ekan. Bizning aymaqtiq
Keyin viloyat turizm boshqarmasiga murojaat qildik. O'z g'oyamiz haqida aytdik. Bizni qo'llab-quvvatlashdi. Yaylovga mo'ljallangan yer maqomini ekoturizm obyektiga o'zgartirdik. Barcha hujjatlarni rasmiylashtirdik. Hozirda ushbu uy hostel sifatida ishlaydi. Yozda o'tov qo'yamiz. Mehmonlar keladi. Qimiz, savmal ichadi. 3 mahal ovqat bor. Kimdir bir necha kunga qoladi. Yana kimdir dam olgani keladi. Жазда келіп бізге киіз үй қоямыз, келіп қымыз ішеді, саумал ішеді, 3 мезгіл тамағын ішеді, кейбіреулер жай келіп демалып кетеді. Lola dalalari qishloq rivojiga yangi turtki berdi. Yarim asrdan ziyod vaqt davomida turli sohalarda mehnat qilgan Saltanat va Bo'ronbek nafaqaga chiqqach yurtiga qaytdi va bu yerni ekoturizm markaziga aylantirishni orzu qiladi. Ular mehmonlarni nafaqat dasht tabiatining go'zalligi bilan tanishtiradi, balki qozoq madaniyati an'analarini qayta tiklashda ko'mak beradi. Келгендегі барлық ойымыз басында Biz sog'lig'imizga qarash uchun qishloqqa ko'chib kelgandik. Toza havoda har kuni 5-6 kilometr yurishni odatga aylantirdik. Keyin sigir boqdik. Men uni sog'ib, qurib, pishloq qila boshladim. Shu tariqa asta-sekin turizmni rivojlantirish g'oyasi paydo bo'ldi. Chunki bu yerga keluvchilar birinchi navbatda so'rashardi: "Qimiz bormi? Otda sayr qilish mumkinmi?" Biz biya boqishni, qimiz tayyorlashni boshladik. туымызды тіктік. Сол табиғатқа деген махаббат келгенде де біз қазір енді 10 жыл болды келгенімізге. Бірнеше жылдар biz Salomatlik va o'z ona yeriga muhabbat haqida o'ylab bu yerga keldik. Ildiz otdik. Tabiatga bo'lgan shu mehr tufayli bu yerda 10 yildan beri yashayapmiz. Bir necha yil davomida har bir gul, daraxtni suratga tushirdik. Butun atrofni aylanib chiqdik. Zerikmaslik uchun sigir boqdik. Men uni sog'ardim. Sutidan qurut, irimshik, brinza, sariyog' tayyorlay boshladim. Keyin o'ylab qoldik. Biz nima bilan faxrlana olamiz? Yurtimizda nimani ko'rsatishimiz mumkin? So'ng turizm ravnaqiga ulush qo'shishga qaror qildik. Viloyat va tuman ma'muriyati tashkilotchiligida bu yerda 2 marta Lola merosi festivali bo'lib o'tdi. Chunki lola qisqa vaqt, ko'pi bilan 2 haftagina gullab turadigan o'simlik. Енді бізге қызғалдаққа бұл өте қысқа мерзімдегі шығатын гүл ғой. Ары кетсе 2 апта болады. Тек қана сақтап қана қоймай, Bu o'simlikni faqat asrash emas, balki gullash davrida uning salohiyatidan oqilona foydalanish ham muhim. Hozirda turizm sohasidagi hamkasblarimiz tadbirlar turizmiga tobora ko'proq diqqat qaratmoqda. Lola festivali, Flamingo festivali, Sivers olmasi festivali, barchasi tadbirlar turizmiga misol. Bu kabi tadbirlar qancha ko'p o'tkazilsa, darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, mintaqa mehmonlar uchun shunchalik jozibador bo'ladi. Bu esa chet ellik sayyohlar Qozog'istonga ko'proq keladi. Mamlakat iqtisodiyotiga o'z ulushini qo'shadi degani. Осы жердің бәрі біздің қызғалдақтың өсіп тұрған жері 1200 Shu barcha joylar lola o'sadigan hudud. Ular dengiz sathidan 1200 metrga yaqin yuksaklikda joylashgan. Qachonlardir bu yerlar qadimiy Tets ummoni tubi bo'lgan. Lola gullashi uchun 15-16 yildan kam bo'lmagan vaqt kerak bo'ladi. Albatta dunyoning ko'plab mamlakatlarida ko'rkam joylar mavjud, biroq biz uchun o'z tabiatimizdan go'zalrog'i yo'q. Bunday керемет табиғат жоқ деп ойлаймыз. 1562 yil Istanbuldan Yevropaga borib qolgan lola piyozi haqiqiy lola jazavasini keltirib chiqardi. Odamlar bitta piyoz evaziga butun boshli uyini berishga tayyor edi. Bugungi kunda butun dunyoda o'stiriladigan 4000 dan ziyod madaniy lola navining 75% dan oshig'i Grek, Kaufman va Shrenka lolasidan kelib chiqqan. Ular vatani qozoq dashti sanaladi. Niderlandiya lola bozorining yetakchisi bo'lib qolishda davom etmoqda. Lekin hatto Golland mutaxassislari ham issiqxona va yovvoyi lola o'rtasida farq kattaligini tasdiqlaydi. I'm working with the tulips about 10 years, and for all of this time I had only opportunity to see them in the greenhouse. Men 10 yildan beri lola bilan shug'ullanaman. Shu vaqt mobaynida ularni faqat issiqxonalarda va Niderlandiya dalalarida ko'rishga muvaffaq bo'lganman. Ammo yovvoyi lola butunlay boshqacha, o'zgacha taassurot qoldiradi. Bu yerda o'zingizni tabiatga ancha yaqin his qilasiz. Only the tulips which are the market tulips. That means the tulips. Niderlandiyada asosan lolaning tijorat navlari yetishtiriladi. Uzilgan gullar sotuvga jo'natiladi. Tabiatda o'sgan yovvoyi lola bizda yo'q. Bu gul Niderlandiyada yo'q. Shuning uchun davlat muhofazasida ham emas. And they are not protected.
нас в Казахстане был принят закон о растительном мире, в котором указано, что Qozog'istonda все o'simlik растения dunyosi to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Unda barcha o'simliklar milliy boylik hisoblanishi ko'rsatilgan. Qonunda turlar xilma-xilligini asrab qolish tartibga solingan. Lolaning 18 turi qizil kitobga kiritilgan. Ular noyob va yo'qolib borayotgan tur sanaladi. Har yili vandalizm holatlariga duch kelamiz. исчезающими. Каждый год мы сталкиваемся с актами вандализма. Bizda qonun bo'yicha uzish mumkin emas. Qonun qabul qilingan. Закон болмайды. Болмайды. Штрафы. Сейчас четвертый год приняли закон. Сейчас получается. Hozirda uzish taqiqlangan. Нельзя собирать. Да. Вообще я абсолютно. Я слышал, что 13 Jarima 13 millionmi? Да? 13 с чем-то миллион. Бұл гүлдердің ортасына иә біз жаңалықтардан көреміз жаңағыдай. Bu gullarni uzish yoki lola dalasiga kirib suratga tushish kerak emas. Biz yangiliklarda odamlar u yerlarga mashinada faqatgina olifta surat olish uchun borishini ko'ramiz. Tabiiy muhitda o'sayotgan o'simliklarni asrash lozim. Qizil kitobga kiritilgan bir dona gul uzilsa ham, buning uchun jarima ko'zda tutilgan. Noyob turlarni yo'q qilganlik uchun juda katta mablag', 3000 oylik hisob ko'rsatkichi miqdorida to'lash mumkin. Qozog'istonda bu 10-12 million tengega yaqin. Bundan tashqari yetkazilgan zararga qonun buzilish holatiga bog'liq ravishda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Байланысты бас бостығынан да айыруы мүмкін. Бұл кезде ертеде мысалы 9 ma'mur kuni Ilgari hammasi boshqacha edi. Esimda, yoshligimda g'alaba kunida 9-mayda biz tog'da lola terardik va ularni haykal poyiga olib kelardik. Hozir unday emas. Odamlar bu gullar qanchalik qimmatli ekanligini anglay boshladi. Ular asraladi. Ularga ehtiyotkorona munosabatda bo'linadi. Aytish mumkinki, mahalliy aholi uchun lola muhim va qadrli. pir tutadi qozoq yerlik odamlar. От чего становятся растения? O'simlik nima sababdan noyob bo'lib qoladi? Inson tabiatga aralashgani tufayli. Shu bois har bir turni asrash o'ta muhim. Поэтому очень важно сохранять любой вид. Ko'hna sharq afsonasiga ko'ra qizil lola Farhod ismli yigitning tomchi qonidan bino bo'lgan. U qismatning shafqatsiz zarbasi va sevgilisi Shirin bilan ayriliqqa dosh bera olmay o'zini qoyadan tashlagan. Shuning uchun asrlar davomida ushbu gul sof va sadoqatli ishq timsoli sanalgan. Dashtning asosiy timsoli yo'qolib ketishining oldini olish uchun olimlar nodir navlarning genetik kodini laboratoriya sharoitida asrab qolishga urinmoqda. Мы находимся на экспериментальном участке главного ботанического сада в городе Алматы. На экспериментальном участке выращиваются... Biz Almaty shahridagi botanika bog'ining tajriba maydonchasidamiz. Bu yerda lolaning bir necha turi yetishtiriladi. Mana bu vakillardan biri Greyk lolasi. Biz faxrlana oladigan mashhur navlardan bittasi. Butun dunyoga tanilgan. Эти сорта распространились по всему миру. И мы изучаем морфологические особенности, измеряем. Biz morfologik xususiyatlarini o'rganamiz. Gulning balandligi, diametrini o'lchaymiz, urug' mahsuldorligini o'rganamiz. Hozirda lolaning bu turi guldan to'xtab urug' soladi. Mana bunday urug' qobiqlari shakllanadi. Keyin urug'larni to'playmiz va ekamiz. Shu tariqa keyingi avlodga ega bo'lamiz. Потом мы будем собирать семена и высевать. И таким образом получим второе поколение. Qozog'istonning bepoyon kengliklari ko'plab sirlarni yashirgan. Mamlakatning turli burchaklarida dunyoda boshqa yerda o'smaydigan lolaning endemik turlari uchraydi. Bu nodir turlarni izlashda olimlar oylab dala ekspeditsiyalarida ish olib boradi. Yuzlab kilometr yo'l bosadi. Floraning noyob vakillari orasida qum barxanlari orasida o'sadigan Barishov lolasi, yaproqlarining yuzasi noodatiy relyefli Regil lolasi ham bor. Особый интерес вызывает тюльпан Рейгеля.
Это совершенно Tadqiqotchilarda regil lolasi alohida qiziqish uyg'otadi. Bu barglari yuzasida noodatiy g'ijim chiziqlari bo'lgan hayratomuz tur. Uni lolaning boshqa biror turi bilan adashtirib bo'lmaydi. Ko'pchilik uni o'z ko'zi bilan ko'rishni orzu qiladi. Shuningdek, grek lolasi va Kaufman lolasi ham katta qiziqishga sabab bo'ladi. Yaqindagina Lemers lolasi tavsiflandi. U mutaxassislarni anchadan buyon qiziqtirib kelardi. которое, в общем-то, всегда вызывал интерес и на него обращали внимание, но он был не так давно. Joriy yilda Ulutov viloyatida ish olib bordik va birinchi marta Barshov lolasini ko'rdik. U Orol bo'yi Qizilqumida qum barxanlarida o'sadi. Mazkur noyob tur yorqin tusi va gulining qoramtir oq-qora asosi bilan ajralib turadi. U Qizil kitobga kiritilgan va fan uchun katta qiziqish uyg'otadi. Biz gerbariy uchun material, genetik tadqiqot uchun namunalar yig'dik va o'rganishda davom etish uchun o'simlikni botanika bog'iga keltirdik. Растет в труднодоступных местах, где почти не бывает людей. И он растет на барханах, на песчаных барханах. Мы его взяли для того, чтобы изучить, чтобы он рос у нас в ботаническом саду. Собрали гербарий, взяли материал для генетических исследований. Tadqiqotlar faqat ochiq osmon ostidagina olib borilmaydi. Mabodo iqlim o'zgarishda davom etsa, odamning tabiatga ta'siri kuchaysa nima bo'ladi? Bir kun kelib, bu chiroyli gulni butunlay yo'qotish xavfi mavjudmi? Bu haqida olimlar oldindan bosh qotirmoqda. Butun Qozog'istondan o'simliklarning genetik fondi to'plangan yopiq laboratoriya o'ziga xos Nuh kemasiga aylangan. Bu yerda dashtning bebaho merosi saqlanadi. U kelasi avlodlar uchun asralishi shart. В 2014 году был создан семенной банк. Это генетическое хранилище, в котором собраны семена со всего Казахстана. 2014-yilda Urug' banki barpo etildi. Bu o'simliklarning maxsus genetik ombori. Bu yerda butun Qozog'istondan urug'lar to'plangan, xususan lolaning ko'plab turlari ham. Agarda qaysidir o'simlik tabiatda yo'qolsa, saqlanib qolgan urug' materiali yordamida uni qayta tiklash mumkin. Zarur sharoitlarga amal qilinganida urug'lar bu yerda 10 yildan ko'proq vaqt davomida saqlanib qoladi. Тюльпаны. В Казахстане насчитывается 14 национальных парков, 10 заповедников. В них тоже Qozog'istonda 14 ta milliy park va 10 ta davlat qo'riqxonasi mavjud. Ular hududida ham lolaning ko'pgina turlari saqlanmoqda. Mutaxassislar populyatsiya holati ustidan doimiy monitoring yuritadi. O'simliklar miqdori o'sishini kuzatib boradi. Bunday tadqiqotlar noyob turlarni asrab qolish bo'yicha o'z vaqtida chora ko'rishda yordam beradi. Знать, насколько уделять этому внимание, чтобы вот сохранялись виды в природе. Hozirga kelib tabiatga ehtiyotkorona yondashuv asta-sekin yangi madaniyatning bir qismiga aylanib boryapti. Masalan, 8-martda qozog'istonliklar dashtda uzilgan yovvoyi guldan ko'ra issiqxonada yetishtirilgan lolani borgan sari ko'proq tanlamoqda. Ikkinchi jahon urushi paytida ochlik va qamalni boshdan kechirgan Niderlandiya aholisi tirik qolish uchun lola piyozini iste'mol qilgan. Oradan 10 yillar o'tib, mamlakat fojia oqibatlarini bartaraf etish bilan birga gul sanoatida dunyo yetakchisiga ham aylandi. Bugungi kunda golland mutaxassislari lolaning ko'plab turlariga vatan bo'lgan Qozog'istonga alohida hurmat bilan yondashadi. Kazakhstan is one of our biggest markets because of the tulips which are Qozog'iston bizning yirik bozorlarimizdan biri. Ayniqsa 8-mart arafasida bu yerda lolaga talab juda katta bo'ladi. Biz uchun mahalliy mutaxassislar lola yetishtirish bilan bor g'ayratini ishga solib shug'ullanayotganini ko'rish yoqimli. Har yili ular yangi chiroyli navlarni o'zlashtiradi va bu ishda katta yutuqlarga erishadi. With a very big success, they are doing it every year. We are happy to be invited here for the festival in Kazakhstan. Because of our fruitful cooperation, we decided to make a gesture. Biz Qozog'istondagi ushbu festivalga taklif qilinganimizdan juda mamnunmiz. Sermahsul hamkorligimiz belgisi o'laroq Tarosh shahriga 40 mingta lola sovg'a qilishga qaror qildik. Qozog'iston ko'rkam maskanlari ko'p bo'lgan hayratlanarli mamlakat. Men uchun bunday tabiatni ko'rish va qozog'istonliklar bilan muloqotda bo'lish katta huzur beradi. Juda mehrli, mehmondo'st odamlar. Bu yerga kelganimda har safar o'zimni uydagiday his qilaman. Umid qilamanki, Niderlandiya va Qozog'iston o'rtasidagi hamkorlik yil sayin mustahkamlanadi.
boshlanadi. Bu yerga chiroyli gullarni keltirishda davom etamiz. Netherlands and Kazakhstan will grow each year, and we will be able to deliver those beautiful flowers to here. Qozog'iston lolasi anchadan beri xalqaro ilmiy qiziqish obyektiga aylangan. Ularni o'rganish va asrash shu yerda, qadrdon zaminda boshlanadi. Bugungi kunda tajribali olimlar bilan birgalikda yangi avlod tadqiqotchilari ham keladi. Kelgusida bu ishlarni ular bajarishi kerak. Наука – это такая сфера, когда молодежь приходит, но не все остаются, к сожалению. Это связано с тем, Ilm hamma ham qolavermaydigan soha. Bu ish jiddiy jismoniy tayyorgarlikni, hissiy barqarorlik va katta fidoyilikni talab etadi. Shu bois kam odam tadqiqotchilik yo'lini tanlaydi. Lekin rostdan ham fanga qiziqadigan yoshlar yaxshi mutaxassis bo'lib yetishadi va bu yo'nalishni ravnaq toptirishda davom etadi. к науке, они остаются, из них получаются хорошие специалисты. Поэтому интерес к изучению тюльпанов, он не угасает, а наоборот. Lolani o'rganishga qiziqish susaygani yo'q. Aksincha, yil sayin tadqiqotchilarning yangi avlodi yuzaga keladi. Olimlar molekulyar genetik tadqiqotlar o'tkazadi. Turlar tarqalishini, ular ekologiyasi xususiyatlari va asrab qolish mexanizmlarini o'rganadi. Shuning uchun ishonamanki, bu yo'nalishdagi ishlar keyinchalik ham davom etadi. Распространение, географию вида, экологию вида. Так что я думаю, исследования будут продолжаться. Olimlar dashtni o'rganayotgan bir paytda bu yerga keluvchilarning har biri o'zi uchun qozoq xalqining mehmondo'stligi va qalb saxovatini kashf qiladi. Lolani uzoq yillar faqat issiqxonalarda uchratgan xorijlik mutaxassislar uchun qozoq dashti oddiy ish joyi emas, chinakamiga yaqin va qadrdon yerga aylanadi. Всегда, когда приезжаю в Казахстан, я не чувствую себя как гость. Qozog'istonga kelganimda har gal o'zimni mehmon deb emas, birodar deb his qilaman. Chunki hamma menga iliq munosabatda bo'ladi. Doim yordam berishni istaydi. Hammaga sog'liq tilayman. Bu eng muhimi. Barchaning orzu-umidlari ro'yobga chiqsin deyman. И желаю всего, чтобы все могли восполнить свои мечты. Mening nazarimda butun dunyodagi sayyohlar shu yerda bo'lishi kerak. Hozirda Qozog'iston mehmonlar uchun ochiq. Bu yerga hamma kelishi mumkin. Bunday sayohatlar bizni o'zaro yaqinlashtiradi. Bu nafaqat qozoq zamini, balki hayratlanarli tabiatining ham boyligi. Bo'ronbek va Saltanat hikoyasi shuni isbotlaydi. Biror arzirli narsa yaratish va boshqalarni ilhomlantirish uchun albatta katta shaharda yashash shart emas. Gohida haqiqiy baxt va ichki erkinlik aynan shu yerda, bepoyon dasht kengliklari orasida bo'ladi. Hamma imkoniyat ham shaharga qaratilmagan. Qishloqda ham ko'p narsaga erishsa bo'ladi. Tabiat insonni poklaydi, fikrlarni, qalbni tartibga keltirishga, hayotga yangicha qarashga ko'mak beradi. Dashtning insonga ruhiy muvozanat bag'ishlay oladigan hayratomuz kuchida Lolaning siri yashirin. Ko'hna rivoyatda aytilishicha, Lolaning eng birinchi g'unchasida baxt yashiringan. Ko'pgina hukmdorlar va donishmandlar qudrat, boylik va hokimiyat ko'magida uni ochishga urinib ko'rgan. Biroq bu hech kimga nasib qilmagan. Kunlarning birida bu gulning yoniga kichkina bola kelibdi va beg'ubor tovushi bilan kulib yuboribdi. Uning sof va betashvish kulgusidan g'uncha ochilibdi. Butun dunyoga baxt hadya etibdi. Hozir bizning vazifamiz shu tabiiy boylikni asrab qolish va kelajak avlodga yetkazish. Zero lola oddiy gul emas, bu o'tmishimizning, madaniyatimiz va xotiramizning bir qismi. Go'zalligini faqatgina sof ko'ngilli kishigina ko'ra oladigan dashtning chinakam xazinasi.